Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Navbatdagi qilib bergan ishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. O'rmon svetda shuningdek chiroyli etib sunib ketdik, ko'rishingiz mumkin. O'rmon svetda qilganmiz. 80 sm bo'ladi, ikki qator polga qo'yilgan. Bitishalar bilan gazlarni onlarni tashlab ketdik. Chetda gaz balon turadi, unga mesda qoldirganmiz. Keyin kafelonlarni o'zimizdan shuningdek dekopanellarni ham kafelli etib chiroyli etib sunib ketib berganmiz. Keyin moykalar обычный moyka, suvlarni namlab berdik. Yana gelidishlari bor. Keyin ustilarida suv shirkalari ham bor. Ularni o'rnatib berganmiz. Stollar ham eng yaxshi stol, pichoqqa suvga chidamli bo'ladi. Shuningdek chiroyli etib sunib ketdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat eta olasizlar.